Mana bu material nima deb o'ylayapsizlar o'rtoqlar? Marmar, onyx, malahit, balki agatdir. Yo'q o'rtoqlar, bu tabiiy toshdan 2-3 barobar arzon Inart kompaniyasidan keramik siyohda chop etiladigan dekorativ shisha. Tosh o'rniga shisha, o'rtoqlar, bu oddiy shisha emas, balki yuqori haroratlarda toblangan juda ham mustahkam shisha va keramik siyoh orqali uning ustiga istalgan tabiiy tosh teksturasini bersa bo'ladi va haqiqatdan u tabiiy toshga nisbatan 2-3 barobar arzon. Ko'pchilik xavotir olishi mumkin, qirilganda bu teksturasi bilan birga ko'chib ketmaydimi deb. Yo'q o'rtoqlar, ishlab chiqarish jarayonida siyoh shisha ichiga maksimal darajada singdiriladi. O'shaning uchun pichoq bilan qirgan taqdiringizda ham faqat shisha qirilishi mumkin, lekin tekstura o'z joyida qoladi. O'shaning uchun ancha yil sizga xizmat qiladi. Asosiysi, mahsulotni tozalash juda ham oson. Namlik va issiqlikka yaxshigina chidamli. Shuning uchun bemalol oshxona bo'ladimi, hammommi, tijoriy binolarmi bemalol ishlatishingiz mumkin. Ayniqsa, mana shunaqa modern luxury uslubini yaxshi ko'radigan akalarimiz uchun dekorativ shisha ajoyib yechim bo'lishi mumkin. Dekorativ shishani istalgan dizaynda qildirishingiz mumkin. Xohlasangiz rasm qildiring, xohlasangiz naqsh, xohlasangiz umuman bir o'zgacha tekstura. Mana shu fantaziyalaringiz bilan bemalol Navoiy ko'chasida joylashgan Inart showroomiga tashrif buyurishingiz yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.